Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana sizmi, brat? Uka, mahallada o'zgarish bo'lyapti. Bundan buyonda kunda meni ko'rasan. Xizmat og'a. Uka, biz ham mahallada nechadan miyasi yo'q odam borligini bilecekmiz. Uyingdan necha odam yashaydi? 5 odammiz. Hammasini miyasi bormi? Hammasini miyasi bormi deganning? Uka, uydagilar hammasini miyasi bo'lsa, podarka bor axir. Bor so'rab chiqdilar uydagilardan. Ishda turaman. Podarka bo'lsa, duttirmas so'rab chiqaman men, ketib qolaman. Aka? Ha, durmikalla. Miyangiz bormi sizni? Be, sen opangni tayyorgasiga yeb turibmi? Opang o'rgatamiz omonning gaplarini. O aka, oddiy savol-ku, miyangiz bormi yo'qmi? Elotdan so'rab keldilar, yozib olsak-man. Bavo miyam, sveji turibdi. Ha, bo'ldi aka. Apa? Miyangiz bormi? Benim miyam bo'lganda seni doğalmadım. Mening miyam bo'lganda ish uyda doğularmadim axir. Tavba, tavba. Shirin, Hangdullah. miya bormi senda? Niye? Çıkalım sak görüşmeyek. Hav. O'zingning miyangni chiqanlaringdan so'raysan? Ah biz hem özümüz tanışamız. Hadi tutturun. Alo. Göze bize de miye var mı? O'zi bizning hech qaysimizda miya yo'q-ku. Al. Bize de miye yok ekan. Cherokee. Cherokee, Hangtilla brat? senda miya bormi uka? O'zingiz miyang yo'q deb so'kasiz-ku, tekshirtirib ko'rishim kerak. Ah. Raketa. Ey yaxshi. Og'a, aka, katta. Bizning uyda 3 odamda miya bor ekan. Bir odamniki pod вопрос, bir odamda miya yo'q. Ah, hammangda miya bo'lganda podarkani berib ketar edim. No, podarka o'zi. Sizda miya to'liq emas-ku baribir. Tushunmaysizlar podarkani. Miyangiz bormi, brat? Menda miya bo'lganda shunday uyma yurarmadim, uka.